Ochig'ini aytish kerak, oramizdagi ayrim hamyurtlarimizda kibermadaniyat, huquqiy savodxonlik yetarli emas. Bu esa axborot texnologiyalaridan xabardor, lekin bu bilimni jinoyat sodir qilishda ishlatadigan shaxslarga qo'l kelmoqda. Yaqin o'tgan kunlarimizda sodir bo'lgan olamshumul jinoyat ham ana shular sirasiga kiradi. Farg'ona viloyatida 10 dan ortiq fuqarolar nomiga onlayn kredit olgan shaxs qo'lga olindi. Ko'pchiligimiz oilaviy ehtiyojlar, to'y marosimlari, qurilish, ta'mirlash ishlari uchun bankdan kredit olib, keyin oyma-oy to'lab borishga o'rgandik. Yuqoridagi hojatbaror Muhammadjonov Muhammad Yusuf esa ana shunday fuqarolarga qo'shtirnoq ichida xizmat ko'rsatib, kredit olishda ko'maklashib kelgan. Bir qarashda hammasi joyida, lekin joriy yilning 26-fevral kuni bir fuqaroning 102 raqamiga murojaat qilishi bilan xamirdan qil sug'urgandek borayotgan ishlar ko'rinib qoldi. Joriy yil 26-fevral kuni Farg'ona shahrida yashovchi fuqaro nomiga 105 million so'mlik onlayn kredit olinganligi to'g'risida Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasiga murojaat qilgan. Meni kredit tarixim yomonligi sababli kredit olmoqchi edim. Banklar bermadi, xizmat haqini berasiz deganda kelishdik. Ko'rishib haqiqatan olib berdi. 130 millionda olib, keyin yana qo'shimcha men olgandan keyin yana nomimga kredit rasmiylashtirib olibdi. Haqiqatan ham kirsam 73 million 330 ming ortiqcha kredit olingan meni nomimga. Bo'ldi aka yopib beraman deb cho'zib yurdi. Oxirgi payt men telefonni ham olmay qo'ydi. Menga kredit rasmiylashtirmoqchi bo'lib, Face ID qildi. Keyin aytdiki, menga u bola Muhammad Yusuf opa siz nomingizga kredit chiqmas ekan, cho'ning spiskada ekansiz deb shunaqa dedi. Keyin ha maylida dedim. Oradan 1-2 oy o'tgandan keyin уже plastikimdan oyligim yo'qolib qoldi. Keyin men bankka borib murojaat qildim. 80 million atrofida kredit olingan ekan nomimga. O'sha murojaatda fuqaro noma'lum shaxs tomonidan nomiga 105 million 780 ming so'm ipoteka krediti rasmiylashtirib olinganligi haqida ma'lum qilgandi. Holat yuzasidan shu zahoti Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tezkor tadbirlarga kirishildi. Viloyat Ichki ishlar boshqarmasi axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurash boshqarmasi xodimlari tomonidan ko'rilgan tezkor tadbirlar natijasida biz yuqorida nomini keltirgan shaxs ushbu jinoyatga aloqadorlikda gumon qilindi. Olib borilgan tezkor tadbirlar davomida ushbu harakatni 1997-yilda Quva tumanida tug'ilgan Muhammadjonov Muhammad Yusuf Akmaljon o'g'li sodir etganligi aniqlanib, qo'lga olindi. Bank xodim emasman, hech qanaqa joy. Faqat o'sha fuqaro meni oldimga 100 million pul kerak desa, 100 million pulni olib beraman. Lekin undan qolgan summalarni aytmayman o'ziga. Xuddi qiynalgan odamlar ko'p edi. Ko'pini o'zim maqsadim yo'lida foydalanib qo'ydim. Hamma aybimdan pushaymonman. Bunaqa holatlar boshqa takrorlamayman. Kechirishlarini so'rayman. Mendan jabr tortgan hamma insondan uzr so'rayman. Olib borilgan tergov harakatlari davomida ushbu shaxs 10 dan ziyod fuqarolarning 1 milliard so'mdan ziyod pullarni kredit shaklida olib, o'z ehtiyojlariga sarflab yuborganligi ma'lum bo'ldi. Shu odamlarga maslahatim, bunaqa firibgarlarga aldanib qolmanglar, mana onlayn olib beraman deb bizga o'xshab jabr ko'rmanglar. 100 million hozir yo'q joyda men to'layapman 100 millionni. Pul kerak bo'lsa banklarga borib murojaat qilinglar, firibgarlardan hushyor bo'linglar. Bankda xodimlari o'z xodimlari bilan gaplashib olsalaring, bu boshqa masala. Bunaqa firibgarlarga uchrab qolmanglar. Bunaqa narsaga aslo ishonish kerak emas ekan. Shu bank xodimlariga borib, bank orqali olgan yaxshi ekan. Men shu narsadan juda ham afsuslanyapman. Endi kech bo'ldi. Buni endi oldini olish uchun sizlarga murojaatim shu ishga yo'l qo'ymanglar. Hurmatli fuqarolar, agarda siz ham ushbu shaxsdan jabrlangan bo'lsangiz, ichki ishlar organlariga yoki 102 raqamiga qo'ng'iroq qilib xabar bering. Ogoh bo'ling, o'z nomingizga kredit rasmiylashtirishda aslo o'zga shaxslar yordamidan foydalanmang. Texnologik bilimlaringizni mustahkamlab boring. Axborot texnologiyalari sohasidagi bilimsizlik sizni savodsiz insonga aylantirib qo'yishini esingizdan chiqarmang.